Bismillah, boshlaymiz. Bu videoda bu yilga, ya'ni 2025-yilga hujjat topshirishni ko'rsataman. Saudiya Arabistoni universitetlariga faqat. 1-maydan boshlangan hujjat topshirish. Oxirgi sanasi 14-iyun 2025-yil uchun. Va bakalavr bosqichiga faqat bu. Brauzer ochib olamiz. Chrome yoki boshqasini. Study in Saudi portaliga kiramiz. Portal ochilganda, kim endi oldin registratsiya qilgan bo'lsa, Anton loginni bosib kirib ketaveradi. Yangi profil ochayotganda create a new account qilamiz. Shu yerdan boshlaymiz. Birinchi ochganingizda mana National ID, iqoma ID, keyin other degan turibdi. National ID bu Saudi fuqarolar uchun, iqoma ID 7 yashaydiganlar uchun, bizga mana bu other kerak, ya'ni Saudiyada yashaydigan odamlar uchun. Hop. Otherda shu email adresini o'zingizlarnikini yozasizlar, ro'yxatdan o'tayotganda. Keyin tagida nationality degan joyi bor. Ya'ni millati ro'yxatdan tanlab olsangiz bo'ladi yoki tezroq topish uchun O'zbekiston tez chiqib keladi. Keyin oxirida mana bu kodni terib olib, suratdagi kod tersanglar, keyingi nimani ko'rsatadi. Ma'lumotlarni to'ldiradigan joyi. Next bosamiz. Tegiga tushdi. Endi mana bitta Arabic name degan ahamiyat bergan bo'lsanglar, buni to'ldirish majburiy emas. To'ldirish majburiy bo'lgan joylarga mana qizil yulduzcha qo'yib qo'yadi. Hop, shu maksimalda majburiy emas bo'lgan joylarni majburiy bo'lgan joylarni to'ldirib ko'rsatib beraman inshaalloh. Hop, mana first name degan joyga Zagram pasport bo'yicha shu isminglarni yozib chiqasizlar. Father's name ga отчество, ya'ni o'sha Zagram pasportda ko'rsatilgan bo'ladi. O'g'il bolaga shu otasining oti yozilib, o'shani o'g'li deb yozib qo'ygan bo'ladi. Faqat endi Ugli deb yozasizlar. Yoki qiz bola bo'lsa, otasining ismi va o'shani Kizi deb yozib qo'ygan bo'ladi. O'sha bilan qo'shib yozasizlar to'ldirayotganda. Grandfather's name degan dodaning ismini so'ragan. Endi bu yoqqa pasportdagi familiyani ham qo'yib yuborsanglar bo'ladi. Mana shu uchinchisi va family name degan joyga ham o'sha familiya yoziladi o'zi. Ikkala joyga mana shu 3 bilan 4-chisiga doda bilan familiyani joyiga familiyani yozib yuborsanglar bo'ladi. Hop. Gender keyingisi genderda bu jins male va o'g'il bola degani, female qiz bola degani. Keyin tug'ilgan sanasi ikkita kalendar bergan. Ikkita hisobdagi kalendar. Bittasi Grigorian, bittasi hijriy. Endi hijriy sanada kim ko'pchilik bilmaydi qachon tug'ilganini. Shuncha Grigorian tanlaymiz. Grigorian. Avtomatik mana hijriyda keyin o'tib qoladi, ko'rsatadi. Keyin oxirida mana mobile number degan ahamiyat belgilar mana namunada ko'rsatib qo'ygan. Telefon nomer qanaqa yozilishi kerak. Ya'ni plus belgisini o'rniga 2 0 yozasizlar. Keyin to'liq kod bilan yozasizlar yurtda. Yashayotgan davlat nima ishlatadigan telefonlarni kodini. 2 0 masalan 908 va o'zingizlarning raqamingiz. Har ma'lumotlarni to'ldirib bo'lgandan keyin next bosasizlar. Keyingi sahifaga o'tadi va bu yerda so'raydi. Ta'kidlash uchun kodni qaysi pochtaga yuboringlar deydi. Siz mana email yozasizlar. Pochtami yoki telefon nomerimi degan tanlovlarni oldin faqat email turibdi. Emailni bosib, keyin next qilasizlar. Endi emailingizga kod kelgan bo'ladi. Emailni ochib tekshirasizlar. Bizga mana kod kelgan ekan. Hammaga har xil kod keladi. O'shani olib mana bu verification code sent to email
Demak, nimaga email adresiga jo'natilgan kodni mana shu qo'yib nima qilish kerak bo'ladi, ta'kidlash kerak bo'ladi. Ya'ni save knopkasini bosamiz. Faqat ahamiyat berasizda bu vaqtinchaga yuborilgan bo'ladi. Keyin bu ta'kidlash kodini jo'natgandan keyin endi emailga yana link keladi. Mana qaytamiz yana. Set password link, ya'ni parol qo'yishlik uchun. Bu shu 60 minutga berilgan bo'ladi. Shu 60 minut ichida shu link ichiga kirib, mana buni bosamiz hozir. Password qo'yish kerak bo'ladi. Password bu endi parol bu. Hamda parol qanaqa bo'lishi kerak, shuni shartlarini tushuntirgan. Eng kami 8 xona bo'lishi kerak, eng ko'p 16 xona. Faqat ingliz harflari, bittasi katta, bittasi kichkina, kamida ishtirok etish kerak harflarni va raqamlar ishtirok etish kerak va maxsus ramz mana. Special character degan. Maxsus ramz. Maxsus ramzga nima kiradi? Mana kuchukcha belgisi yoki ya'ni reshetka, yulduzchalar shunga o'xshagan ramzlar maxsus ramz hisoblanadi. Endi biz ham yozib olamiz parolni. Osoni o'sha isminglarga yoki esda qoladigan narsalarga qilib turib, oxiriga bitta kuchukchani qo'yib qo'ysanglar yoki yulduzchani qo'yib qo'ysanglar, esingizdan chiqarib qo'ymaysizlar keyin. Bo'ldi, shu parolni qo'yib, rasmdagi hamma kodni yozamiz-da, keyin send qilamiz. Bo'ldi, endi bizga hozir profil ochilib, profilimiz aktivlashdi. Endi yana o'sha portalga qaytamiz. Study'ga yozamiz, study. Har doimgidek mana bosh sahifada o'ng tomonda tepada burchakda login turibdi. Endi biz ro'yxatdan o'tgan profilimizning ichiga kirishimiz kerak. Shuning uchun loginni bosib, yana bitta loginni bosamiz. Login ochilgandan keyin ichida mana bu bitta birinchisiga demak tepa tomonga username'ga email yozasizlar. Hozir ro'yxatdan o'tilgan, o'zingizlar ro'yxatdan o'tganinglarni. Tagiga bo'lsa parolni yozasizlar. Keyin mana bu rasmdagi kodni kirgizib, eng pastga ham yashil rang, nima ko'k rangdagi nimani bosiladi. Duxul degan kirish. Mana profilga kirdik, lekin yangi ro'yxatdan o'tgan endi birinchi kirishida bundaqa iqrornomani so'raydi. Shuni o'qib chiqish kerak bo'ladi. Mana I have read the privacy notice. Shu demak shaxsiy ma'lumotlar haqidagi iqror. Chunki bularni nimani tan vazirlik bazasiga joylashtirishga roziman, hokazo shunaqa narsalar borda. Shuni o'qib chiqqanlardan keyin mana bu yerga o'qib chiqdim deb tichkani ursanglar, ana agree degan nimasi ochiladi. Buni bosib olasiz. Profilni chekitdik endi. Endi yana davom etadi endi asosiy qismi ma'lumotlarni to'ldirish. Mana bu place of birth degan birinchisi demak tug'ilgan joyi, hozir yashayotgan muqim yashayotgan joy, social status degan ijtimoiy holati, uylanganmi, bo'ydoqmi, ajrashganmi va hokazo. Mana bitta disability status bu shundoq turaversa, kasalmisan yoki qanaqadir nogironsan degan ma'no. Hop, shuning uchun not exist deb yozib qo'yiladi. Hop, undan keyin personal picture degan o'sha sizlar tushgan 3x4 yoki 4x6 rasmiylar 100 kilobitdan oshish kerak emas hajmi. Keyin orqasi oq fonda bo'lishi kerak, tiniq bo'lishi kerak. Misol telefonni olib xira rasmlarni joylab olmanglar. Eng yaxshisi studiyaga borib rasmga tushib printerdan chiqarmanglar. Просто
Manga o'sha mani rasmimni qo'yib, telefonimni tashlab bering desangiz bo'ldi, studiyadagi. Shunaqa qilib berishadi bir dona qilib. Anu printerga printerdan chiqarishga tayinlab, 8 ga bo'lib yoki 6 ga bo'lib kattaga qilib tashlagan rasm kerak emas. Bir dona rasm kerak, tiniq. Keyin shu choose a file bosib, telefoningizdan yoki kompyuteringizdan joylayverasizlar. Hop, keyin mana passport details degan passport ma'lumotlar, mana passport number. Yana aytib qo'yishim kerak, oldin ko'p aytganman. Passport deganda ID karta emas. Passport deganda zagran pasport. Chet elga sizga chiqishga ruxsat beradigan pasport. Ana o'sha nazarda tutiladi. Hop, bular butun dunyoda o'z pasport deganda o'sha nazarda tutiladi. ID karta deganda u faqat o'sha davlat o'zida o'tadigan karta nazarda tutiladi. O'shanga chalkashtirib yurmanglar. Pasport degan joyga pasport, ID degan joyga ID ni yozasizlar. Hop, keyin mana anta yozib qo'ygan passport full name in English degan. O'sha pasportinglarni zagran pasportinglar yozilgan inglizcha joyida yozilgan to'liq isminglar. Ya'ni boya ham o'sha ro'yxat o'tganda shunaqa joy bor edi. Ya'ni first deganda birinchi ism o'sha o'zingizlar isminglar, secondga otaning ismi, отчество, yoniga o'g'li, o'g'il bola bo'lsa, qiz bola bo'lsa KZ deb qo'shib qo'yasizlar. Keyin third name degan uchinchiga last name, ya'ni doda bilan familiyani so'ragan. Dodani otini o'rnagan familiyani yozib qo'ysa bo'ladi. Last name and family. Hop. Type of passport degan shu yerda ham juda ham muhim. Normal. Menimcha 95%, 99% odamda normal pasport. Nimaga kiyamda special passport, diplomatik pasportlar oddiy odamlarga berilmaydi bu. Davlatda o'sha o'zi diplomat odamlarga beriladi. Elchilar va hokazo shunga taalluqli bo'lgan. Shuning uchun 99 topshiruvchilar anchalik o'sha diplomat emas. Adashib diplomat belgilab yurmaylar. Hop, keyin pasport berilgan, chiqarilgan davlat o'sha O'zbekiston. Mana Rossiya ham O'zbekiston o'zi topshirgan ham oson. Telefonda qiynalishingiz mumkin, lekin tepaga ro'yxat tushirib tepaga chiqarib topsangiz bo'ladi. Al-muhim passport issue date degan, demak pasport berilgan sana o'shani belgilaysizlar, qachon berilgan. Hop. Keyin passport expire date tugaydigan vaqti pasportinglarning hammasi ma'lumotlar yozilgan. O'shani belgilab qo'ysanglar bo'ldi. Keyin shu ma'lumotlarni to'ldirganingizdan keyin mana drag and drop here degan pasport, mana copy of passport. Ya'ni shu pasportingizdan tiniq olingan rasmini 2 megabaytdan oshib ketmasin. Rasmi yoki o'sha skaner qilingan rasmini o'sha yoqqa joylaysizlar. Qaysi formatda bo'lsa, ana yozib qo'ygan, 4 xil 5 xil formatda. Shulardan bittasida JPEG mi, PDF mi? Ko'proq PDF qulayroq endi. Ancha sketchat qilishda ham va yuklashda ham unaqa muammolar bo'lmaydi ko'pincha. Hop, keyin yana ahamiyat beringlar. Yozuvli narsalarni o'sha skaner qilib rasmga olganda bo'yiga tushsa, bo'yiga iltimos. Ya'ni eniga, ya'ni oyoq osmondan bo'lib yuklab beringlar, chunki o'quvchi buni ishchilik ko'rib chiqqanda ham tushunish kerak-da. Hammasini to'ldirgandan keyin mana tagiga tushasizlar. Save and continue degan joy bor. Bosamiz, keyingi bosqichga o'tadi. Basic information. Endi yana ma'lumotlar davom etadi. Adres data degan adresni yozaverasizlar. Demak, region deganda shu viloyat, city, nima shahar, street, ko'cha, misol uchun. Bular hammasi taxminiy qo'yganman o'z bilan. Neighborhood, tuman. Hop, yoki mahallani yozsanglar bo'ladi. Zip kodga, demak, pochta adreslari. Zip kodga pochta adreslari, postbox hammasi. Pochta index deydi. Ular raqamli bo'ladi. Uni hamma o'zining yashayotgan joyini qidirib topsa bo'ladi Google'dan.
Hop, keyin undan keyin social media degan contacts X Twitter ile bo'lsa yozasizlar, yo'q bo'lsa non exist mana ptichkani bosasizlar. Facebook agar Facebook ishlatsangiz o'sha linkini olib mana yoqqa tashlab qo'yasizlar. Agar yo'q bo'lsa buni ham not exist deb belgilab qo'yasizlar mana. Hop. Keyin oxirida mana yana telefon nomeri so'rayapti. Mana bu kodini tanlaysizlar. Bo'ladi kodini. Keyin telefon nomerini yozasizlar. Keyin oxirida ishlaydimi yoki ishlaysizmi degan joy bor. Agar ishlaydi desa, hamki nima lavozim yoziladi, keyin company name shuni yozish kerak bo'ladi. Yo ishlamaydigan bo'lsa no deb turaveradi. Hop, oxirgisi ham kattaning ichida nima aynan Saudiyada o'qishlikni xohlayapsiz, shuni so'rayapti. Chiroyli qilib yozib qo'yasizlar, yo arab tili yoki ingliz tilida. Keyin yozib bo'lgandan keyin save and continue ni bosib kengaytirib o'tamiz. Save and continue bosib, mana kengaytirib o'tdik. Additional data, ya'ni 3-etap bu. Yana qo'shimcha ma'lumotlar. Bu yerda endi bu yerda ixtiyoriy. Do'stim nomeri deydi, reference date, ya'ni boshqa odamni qo'shib qo'yisinglar bo'ladi. Sizlarga aloqa hech qilmasa unga nima qilish uchun. Mana bitta misol uchun oldin iqoma bo'lganmi, hozir bormi, yo'qmi, o'shalarni so'rayapti. Bor bo'lsa, xni bosasiz, yo'q bo'lsa yo'q. Saudiyada iqomani tomonda. Oylik qanaqa, necha pul topasiz, shularni so'rayapti. Bular endi ixtiyoriy bo'lgan narsalar. Yana save and continue ni bossak, 4-etapga o'tamiz. Bu juda ham muhim joyi. Birinchisi mana academic qualification data degan. Shu sizlarni ilmiy ma'lumotinglar qanaqa. O'sha haqida ma'lumot berasiz. Mana birinchi mana add qilasizlar, add qo'shish tanlaymiz. Nimani bitirgansizlar? Bakalavr yoki agar kollej desak, o'rta ta'limni bitirgan bo'lsangiz high school bo'ladi. Farqi yo'q. U 11-sinf attestati bo'lsa, xoh akademik litsey yoki kollej diplomi bo'lsin, hammasini uchun bitta narsa high school deb belgilaysizlar. Diploma deb ham hozir diploma ham yozuvda chiqdi, uni tanlamanglar, chunki u boshqa diploma arablar nazdida, o'rta ta'limlik diploma emas. Qayerda olgansizlar, shuni belgilaysizlar. O'zbekiston yoki boshqa davlat. Mana O'zbekiston. Graduation date, qachon tugatgansizlar? U chizdas hammasi nimada attestatda yozilgan bo'ladi. School name, nima maktabni nomi yoki raqami bo'ladi. Yoki shu kollej litseyni nomi, shu inglizcha nomi bo'lsa, o'shani olib, shunda ko'chirib qo'yasizlar boshqa. Keyin type deyapti. Qaysi turi? Government, hukumatniki, ya'ni hukumatnikimi, частныйmi yoki xususiymi? Litsenziyadan o'tgan yoki prosta xususiymi? O'shalarni tanlaysizlar. Bizda 90% odam hamchalik hukumatga bitirgan bo'ladi. Keyin grade deyapti. Baholar qanaqa? A'lo, juda yaxshi, yaxshi va qoniqarli. Endi bizda o'sha 5 ta necha olgan, o'shanga qarab turib, hamda GPA deydi, o'rtacha bahosi chiqariladi. Hozirgi 11-sinf attestatlarida
o'sha bor. 6 yillik o'rtacha bahosini oxirida nima jadvaldan keyin yozib qo'yishyapti. Ana o'shani olib mana shu yoqqa yozaverasizlar. 5 mi, 4 nechidirmi, 3 nechidirmi. Lekin aytib qo'ying, qabul sharti 4 dan eng kami minimum 4 bo'lishi kerak-da. GPA. Aytaylik masalan, a'lochi bo'lgan bo'lsa 5 tanlaymiz yoki sal pastroq bo'lsa 4.70 misol uchun. Bu ham lekin excellent hisoblanadi. 4.5 dan baland. Hop, copy of qualification deyapti. O'sha diplomni surati yoki attestatni 11-sinf attestatini originalini surati. Hop, bu ham mana 4 xil 5 xil formatda qabul qiladi. PDF, PNG, hokazo va fayl hajmi 2 megabaytdan oshib ketishi kerak emas, maksimum 2 megabayt degan. Yana bu yoqqa originali, undan keyingisi manimcha in Arabic degan. Arabchaga tarjima qilingani bu yoqqa joylanadi. Hop, bundan keyin alohida baholi. Originali baholani. Keyin Gradis transcript in Arabic degan. Bu yerda o'sha arabchaga tarjima qilingani baholaniki alohida. Endi agar bahola bilan va attestat bitta varroda bo'ladigan bo'lsa, hozir shunaqa chiqarib beryapti. Hammasiga bir xil narsa joylanadi. Hammasiga bir xil narsa joylanadi. Hammasini joylab bo'lgandan keyin mana add tugamasini bosasizlar. Mana hop endi language data degan til ma'lumotlarini qo'shamiz mana add qilib. Hop, ko'pchilik inglizcha biladi. Native bo'lsa yes dedi. Native degani u ona tilimi yo ingliz ona tili emas. No ni bosamiz. Level beginner, intermediate, advanced. Advanced bo'lsa advanced bosamiz dedi. Keyin ham so'rayapti. Copy of language test deyapti. Agar qanaqadir bir imtihon topshirgan bo'lsa til bo'yicha xalqaro ichki farqi yo'q. O'shani joylab qo'yamiz. Ko'pchilikda IELTS bor. IELTS bilan qo'shib joylab qo'ysa bo'ladi. Choose file qilib. Yo'q bo'lsa zarari yo'q. Hop, keyin undan keyin mana endi o'tgan ba'zi majburiy dokumentlar bor edi, o'shalar ixtiyoriga aylangan. Lekin o'shalarni qo'shib yuklab qo'ysa zarar qilmaydi. Nima bo'ladisa mana birinchisi mana sudlanmaganlik to'g'risidagi qog'oz. Tegida uning tarjimasi. Hop, mana bitta birma-bir qo'shib boraverasizlar. Add qilib. Hop, bundan keyin medical report degan. Bu o'sha tibbiy ma'lumotnoma, o'sha 086 spravka. O'shani originalini joylaysizlar. Hop, tegida mana in Arabic degan joyda medical report in Arabic. Bu o'sha tibbiy ma'lumotnomani 086 spravkani arabchaga tarjimasi. Keyingisi recommendation, tavsifnoma yoki tavsiyanoma yoki tazkiya va hokazo. O'shalarni joylab qo'yaverasizlar. Buni farqi yo'q. Farqi yo'q deganda o'sha o'qishdagi sizga dars bergan bo'ladimi, markazda qaysidir til kursida dars olgan odamlaringiz bo'ladimi, o'shalar kim bo'lsa yozib bergan bo'lsa, bitta fayl qilib o'zbekchami, ruschami farqi yo'q. Keyin uni tarjima qildirib, ikkalasini xullas bitta fayl qilib joylab qo'yaverasizlar, xohlasanglar. Lekin ixtiyoriy emas. Kimda yo'q bo'lsa, shart emas, ya'ni uning uchun jon kuydirish. Hop, CV degan narsa bor, rezyume. Odam o'zining ilmiy salohiyatlari, erishgan yutuqlari, ishlaydigan joylari bo'lsa, shu yerlarni haqida ma'lumotlar yozib, o'zi haqida chiroyli qilib rezyume qilib topshirib qo'ysa ham bo'ladi. Uni qilmayman desa, u hech narsa qilmaydi. O'ziz ham ketaveradi. Xullas, bular bu yoq tomon hammasi demak majburiy bo'lmagan, ixtiyoriy bo'lgan hujjatlar joylanadi. Hop, keyin hammasi qilib qo'yilgandan keyin save mana and continue qilamiz. Saqlandi. Tabriklaymiz deyapti. Endi siz programmaga topshira olasiz deyapti. Apply on programs deyapti. Bosamiz. Hop, mana sirazi jadvalni ko'rsatyapti. Eslatib, students outside Saudi Arabia, demak, Saudiya Arabiston tashqarida topshiradigan talabalar.
Hop, from nima 1-may 2025-yil 14-iyungacha yozib qo'ygan mana. Bu bakalavr uchun university stage. Keyin postgraduate bor. Bu o'sha bakalavrdan keyingi bosqichli magistr va doktorlik uchun. Ularniki ham 1-maydan boshlangan, lekin 31-oktyabrgacha davom etadi. Hop, endi vaqt ketkazmaymiz. Pastga o'tishsak, apply to study now degan joy bor. O'shani bosamiz. Hozir topshirgin degan. Hop. Mana yana iqrornoma, hamma narsa to'g'riligiga men aniq qilaman degan. Hech qanday narsa o'zgartirilmagan, dokumentlar hammasi toza degan narsaga iqror bo'lish bu. O'shanga tichkani uramiz. Hop, keyin pastga tushsak, application data bor. Shu blankani to'ldiriladigan o'sha ma'lumotlar, type of study, qaysi turi, demak, Saudiyaning tashqarisida topshirish. Bu tayyor belgilangan ekan. Hop, required academic degree. Nima qaysi nimani o'qimoqchisizlar? Hop, diploma, higher diploma, BA degani bu bakalavr, bachelor deydi. MA bu master, magistratura, PhD bu shu doktorlik, professorlik, doktorlik hokazo. Hop, bizda ko'pchiligi o'sha bakalavr hozir qiziq, shunga topshirilyapti. Hop, hujjatlar ham shunga javob beryapti. Hop, endi shuni tanlaganingizdan keyin bakalavrni mana add desired turibdi. Endi men shu tanlovni qo'shib chiqish kerak. Universitetlarni ro'yxati chiqadi, hozir shuni bossam. Ha, bismillah. Mana chiqdi. Hop, mana sizlar ro'yxatda bossak, mana King Saud University, Imom Muhammad bin Saud University. Xullas, birma-bir shu o'qimoqchi bo'lgan universitetlarni tanlab, hop, ichidan mana birinchida turgan King Saud Universityni tanladim. Endi bu yerda 3 tagacha yo'nalish tanlasam bo'ladi, fakultet. Hop, shu yerda yaxshilab ahamiyat berasizlar. Nimada College of Education bo'lsa, nima ta'lim tarbiya fakulteti, lekin qaysi anaqasi kafedrasi bilan tegida mana ash-sharia deb yozib qo'ygan, ya'ni shariat fakulteti. O'z narxi, hozir narxlarni beradi, o'z hammasini o'qish narxi. $8,000 $81,000 belgilangan. Lekin chet ellik talabadan talab qilinadigan pul nolga teng, ya'ni 100% qoplab beriladi King Saud universitetida. Men qo'shimcha vaqtda yana ma'lumotlar beryapti. Nimalar kerak, bu yoqqa kirishlik uchun nimalar bo'lishi kerak? Hop, birinchidan non-Arabic speakers deyapti. Arab bo'lmaganlar ham o'qiy oladimi? Ha, o'qiy oladi. Chunki bir fakultet universitetlar bor, arab bo'lmaganligi vaqtda yo'q deb turadi. Bu universitetda fakultetda o'qishlik uchun ularning o'zini arab tili kursi bor, o'shandan bitirib chiqqan bo'lish kerak bo'ladi. Mana bu yana other conditions degan joyda to'liq hamma nimalarni yozib chiqqan, shartlarini. Hozir chetga mana 17 dan ko'rasizlar, yosh chegarasi 17 dan 25. 17 dan 25gacha bo'lish kerak degan. Hop, yana muhim joylari. Certificates and documents must be xabar qaraydi. Non-Arabic speaking applicants degan. Arab bo'lmagan. Nimalar? Nominated for admission to any track of common first year or bachelor's degree programs will first be admitted. O'shanga qabul bo'lganlar deyapti, birinchi bo'lib mana anaqaga tushirib oladi mana. The diploma program of proficiency in the Arabic language degan. Arab tilida o'rgatadigan diploma programmasi bor, ana o'shani o'qib chiqadi degan. Keyin deyapti mana after passing this program, o'sha programma tugatgandan keyin they will be posted to their bachelor programs. O'sha qabul bo'lgan bakalavr programmasiga keyin qo'shiladi degan. O'shani tugatib chiqqandan keyin mana after passing. Shuning uchun shariat bo'lsa, mana shariatni belgiladik. Ko'pchilik shuni xohlaydi o'zi. Keyin tushamiz, xohlasanglar keyingi rag'batlarga common first year of business college degan. Endi bu biznes sohasiga tegishli bo'lgan finansiy, biznes, iqtisodiyot bo'lsin, va hokazo, shular hammasiga mana fakultetlari shu javob beradi.
bu mana dunyo bir xil ajratadiyu, dunyoviyda arab tili bilish kerak emas, bilishmas degan o'zicha bilmagan holda gapirib yuboradi. Lekin mana yaxshilab ko'rib qo'yinglar, mana biznes fakultetida o'qishlik uchun ham mana bu yozgan mana. Xuddi o'sha shartlar non-Arabic speaking applicants nominated for admission. O'sha qabul komissiyasi tomonidan qabul bo'lgandan keyin mana bu aytgan mana hozir. Bakalavriatga o'qish bakalavr o'qishlik uchun degan birinchi mana will first be admitted to the diploma program of proficiency in Arabic language degan. Arab tili nimasini tamomlab chiqish kerak. Arab tili diplom bosqichini tamomlab chiqish kerak bo'ladi. Ana keyin after passing this program they will proceed to the bachelor's program degan. Undan keyin tugatgandan keyin arab tili bosqichini, ya'ni arab tilini o'zlashtirgandan keyin bakalavrga o'sha tanlagan bakalavr programmasini o'qiy oladi degan. Hop, demak davom etamiz. Bu hammasi bir xil, bu hamma fakultet uchun hamma yo'nalish shu shart. Shuning uchun atidan bitta dunyoviy, bitta shar'iy nimasini fakultet shartlarini hozir o'qib berdim, ozgina vaqt ketgan bo'lsa ham. Hop, demak, har bir universitet 3 tagacha tanlasak bo'ladi fakultet. Mana tanlab ko'ramiz. Save qilamiz. Tanlagan universitetlar va fakultetlardan mana bu ro'yxat bo'lib chiqib turadi. Hozir birinchi hozir Kingston universitetini tanladik. Hali bittadan universitet turibdi, yana ikkita universitet tanlashim kerak. Yana mana add decide qilaman. Tanlaganlarimni tanlay olmayman. Keyin yana muhim narsani aytib ketay. Ba'zi fakultetlari yoki ba'zi universitetlar to'liq pulli bo'ldi, kontraktli bo'ldi dedim. O'shanda nimalar ham bor? Ko'pchilik orada bo'ldi, tibbiyot sohasiga qiziqadiganlar. O'sha tibbiyot sohasini ham pul to'lab mana o'qisa bo'ladi inshaalloh. Narxlari yozilgan bo'ladi. Mana misol uchun Jiddadagi King Abdulaziz universiteti bor. Hozir College of Computing degan. College deganda bizga anaqa tushunilmasin. Bu fakultet college deydi. Nimada? Ingliz tilida college. Computer fakulteti ekan bu. Mana axborot texnologiya bo'yicha. Narxi bakalavrni narxi $9450 ekan. Bakalavr bosqichiniki. Hop, arab bo'lmaganlarni oladimi? Oladi. Mana. Hop. Yoki bo'lmasam, mana injenerlik. Ya 9450. Hamda arzonroq anaqa bor ekan. Ota nima edi? Medsestralik yoki medbratlik, nursing deydi, College of Nursing degan. $5400 ekan. Bu scholarship emas, lekin o'sha ajnabiy bo'lsa ham, ya'ni saudiyalik bo'lmasa ham pulini to'lasa o'sha davlatda hamda kuchli universitetlarda shu narsalarni o'rgana oladi inshaalloh. Yoki mana bu ham bor ekan, College of Medical Rehabilitations. Bu ham o'sha meditsinaga taalluqli. Yana meditsina demak $5400 chiqyapti. Hamda farma bor ekan, mana $6750 farma. Hamda tish doktorligi bor ekan, mana stomatology. College of Dentistry. $10,800 ekan, 40,000 riyal, Saudiya riyalida. Bunga mana non-Arabic speakers are allowed. Arab bo'lmaganlar ham kira oladimi? Ha, kira oladi. Yes. Lekin ularni ham o'sha bu yoqqa qabul bo'lsa, arabchani o'rgatadi. Agar arabchani bilmasa, keyin bakalavr o'qiydi inshaalloh. Xullas, shunaqa qilib 3 ta universitetda va 3 tagacha fakultet tanlab bo'lganlardan keyin oxirida mana sent bosiladi.
Are you sure to send your study request? Mana shu tanlaganlarni o'sha ishonchi komilov jo'natish kelyapti biza ha deymiz. Mana your request has been successfully submitted. Bo'ldi o'sha sizlarning talabinglar, ya'ni arizanglar muvaffaqiyatli qabul qilingan bo'ldi. Ariza. Endi o'sha ariza qanaqa holatda turishini ko'rish uchun mana buni bosganda ana bosdim. Ana bunaqa turadi mana. Request number bu narsa pochtaga ham keladi. Hozir ko'rsataman. Status holat mana in progress qachon topshirildi mana bu yerda ko'rsatib turadi 14-may. Inshaalloh. Bo'ldi. Yana boshqa programma mashqda bu spiska bo'lib chiqib turadi. O'zingizlarning profilingizda mana my service, my request degan joyi turibdi bu. My profilda birinchi bosqichda to'ldirilgan anaqalar ma'lumotlaringlar. Hop. Demak mana emailga ham keldi. New request degan. Mana o'sha yolg'on akasini odam o'ylab topganman, Ahmad Ahmadov degan. Ikkita tilda mana inglizchada va arabchada yaxshi tilaklar bildirgan holda mana nimani jo'natibdi. Demak, ro'yxatdan o'tgan arizani nimasi, qabul qilingan raqami, kuzatib borish uchun link degan. Keyin yana boshqa xizmatlar uchun alohida link bergan. Hamda omad tilab qolamiz debdi. Hop, bo'ldi. Shu qisqacha Saudiya universitetlariga hujjat topshirishni mana videosi. Alloh qabul qilsin. Hamma yaxshi o'ylagan niyatlariga yetkazsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.